Assalomu alaykum. Shamollash davolaydi, oldini oladi. Ikkita zo'r xususiyatini gapiraman va dori tayyorlash usulini ham o'rgataman sizlarga. Ko'p gapirib o'tirmayman, chunki bilasizlar buni xususiyatlari haqida. Demak, birinchi o'rinda ayol qizlar, homiladorlar, farzandim kelajakda chiroyli tug'ilishini xohlasanglar, chiroyli shirin chaqaloqlar tug'ilishini xohlasanglar, mana sizlarga. Homiladorlar, shamollab qopsan, suvi kirlanib qopti deyishdimi? Mana sizlarga. Xo'p, kattalar shamolladinglarmi, tumo bo'lib qoldinglar, menga o'xshab shamollashdan chiqib keta olmayapsizlarmi? Yosh bolalar shamollab qiynalyaptimi? Ko'p shamollab. Mana. Xo'p, qanaqa bo'ladi? Hammaga bir xil to'g'ri keladigan zo'r damlash usulini o'rgataman. Ikkita mashaqasini olasizlar, kattaroq termos olasizlar, to'g'radinglar, soldinglar. Ikkita uchta novot solinglar. Termosimiz kattaroq bo'lgandan keyin bir 10 tacha qalampir munchoni ham sovorasizlar-da, shaqalab turgan suvni quyinglar. Termiz yorilib ketmasin, ehtiyot bo'linglar. Shishali bo'lsa yorilib ketishi mumkin. Ehtiyot bo'lib damlaysizlar shunda. Xo'p, kechqurun damlab qo'ydinglar, ertalab osh qoringa bir pela ichib olsanglar. Shuni ichida kirar ekan birdan ishlashni boshlaydi. Kun davomida bir 3 pela ovqat choylarning o'rtasida 3 pela to'ldirib illardan isroq qilib ichinglar. Maktabga ketayotgan bolalarga kasallik oldini olish uchun ham ichinglar. Mana eng zo'ri, eng ishonchlisi kitobda ham bor. Ota-bobolarimiz ham qo'llashgan, isbotlangan har tomonlama. Xo'p, ekran ostidagi raqamlarga Telegram orqali kaminaga murojaat qilasizlar, telefon qilmanglar. Salomat bo'linglar.